Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiye de sıdığa görüyoruz. Washington'dan sözdeyimiz vatandaş. Bugünkü sağış kimin 26. yıl. 8. ayının 13. günü haftaki Perşembe vatandaşım. Bugün bir varakla. Memiş ki bir varakla deseniz vatandaş yazma haberler köp emas bugün. Sizler şu kısa haberlerden başlayımız. Vaziyetimiz nime deseniz tünükün biz sizlerge çıraylık sözüldük vaziyetine. Çıraylık sözüldük hazır çünkü kompartiyası üzü peyda kılıvatkan lekin üzü peyda kılışkı mecbur buluvatkan. Bir vaziyetten içinde kayınlanıp turuptu. Bu vaziyetten qanday qutulish ne çünkü kompartiyası bilmeyvatıdı. Temtirevatıdı. Deymiz, şundak deymiz, dep şundak dedik vatandaş. Hazır Jonan hay doğrusu kilovatkan haber. İhtiyari yak. Universal yak ictimai fikir vasıtaları yak ictimai torbet, ictimaileşkan torbetlerden kilovatkan haberler. Şundakla kona obzorçulardan kilovatkan haberler. Anadaki kısmen bir dakikadan kilovatkan haberler. Buna sırtıdan çünkü Kompartiyasının üzünün işi, üzünün siyasi noktayı nazardan etkanlı mesela Xi Jinping hazır nimi iş kılıvatıdı degen mesele. Nimi iş kılıvatıdı, nimi işini orlaştırıvatıdı degen mesele. Bir qarısınız, Jonakay hazır cemiyetini kontrol qilish huquqidan bütün ayrılıp qalgandek. Jonakayning bütün Jungo cemiyetini kontrol qiladigan iqtidori allaqachon tugab ketgandek o'tadi. Lekin o'tirg'i chiqayotgan siyosatlar qarab eqim, nima millatlar ittifoqligi qonuni, nima chegarani taqash qonuni, chegarani taqash qonuni lekin buni 9-oyning 15-kuni ijro qilish 9-oyning 15-kuni ijro qilib 9-oyning 24-kuni taklif bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Donald Trampning taklifi bo'yicha Washingtonni ziyorat qilish mushlarni Xi Jinping o'rinlashtiryapti. Siyosat shuning qo'ldan chiqyapti. O tarafda jamiyatda siyosat bunday ketyapti. Bu tarafda Jonakay Xi Jinpingga bog'liq siyosat bunday ketyapti. Bugun masalan bir munajjim bir palchi ayol ekan. Shundoq aytdi, buning ismi Liao Meiren. Liao Meiren deb aytiladigan bu kishining ismi. İsminin qanday bo'lishini qo'yib turing. Bu kishi munajjim yoki palchi nima dedi? Buni mi qo'yib turing? Bu yerdagi aqlga sig'adigan va arziydigan, tilimizga ozoq arziydigan bir ish. Bu ayol debdiki 9-oy. Çünkü uchun xatarlik. Ya taybanlamay qizg'anmabdi yana birisini mi? Jungo uchun xatarlik deb. Mushunda xatarlik bir vaziyatdan qutulish uchun Jonakay nima qilish kerak? Men bunday o'ylayman navbatlandash. Agar sen bunu bu vaziyatdan qutulib boshqa elib chiqishga ko'zing yetmasa, sen için ikki yo'l bo'lish kerak. Biri diktator yo'li. Hozir diktator yo'li chekdan oshdi. Chegaralar taqiladi o'taga. Hozirdan boshlab taqab qoldi desangiz bo'ladi. Uning ustiga hozir jamiyat yana bir kelayotgan ish Temir-tavoq. Temir-tavoq maosh beradigan, maoshni xarjlab qaragandan keyin pensiyaga chiqadigan bu sistemlar hozir butunlay buzilishga boshladi vatandaş. Bunun içinde siz oliy maktablar deganda Uyg'ur o'qituvchilar bormi? Masalan, tibbiy oliy maktablarda Uyg'ur o'qituvchilar bormi? Ular shtatlikmi? Maosh olamdi? Qarigan vaqtida pensiyaga chiqqanda uning turmush kafolatiga egami? Mushu savollarni qo'yib kelsangiz, jamiyat degan endi xilma-xil rangdor bo'ladigan bir ish vatandash, jamiyat rangdor. Bugün sen pensiya maaşını bırakla toxtatsan, yoki temir tabaqni bırakla çekiversen, özümüzün milleti köngül bölüyle Uygurların, mesela şunday shtatlik ishlayotgan Uygurlarning
Qeriğandek Filisiye çıqqanının təqdiri nima bo'ladi o'ylab bakma. Bu hozir bir Uyg'uriston yoki Tibet emas, butun mamlakat Xitoy mamlakatida qo'yib o'tgan gap ekan. Temir tavaq yo'q, chaqaladi. Sana beriladigan maaş va sen shtatlik ishlaganing uchun sana beriladigan Filisiye pulimi yo'q degan gap. Hozir bu tarafdan hisob keldimi, chegarada hisob keldimi? So'diganing qo'lidagi pulning hammasini yig'ib olish. Mesela bu qatim Wuhan'da nima Gogwang, bir nima Gogwang deydigan bir yetişip çıkan kapitalist var ki bütün mülkünü müsaade qilgan gap. Hech qanday sebep yok. Fıralağa, xususiy şirketçilerge bu zulümni elib kelsam, madaniyat, ma'rif sohasidagi ishchi xizmatchilarga bu zulümni elib kelsam, bütün memleketga kadrga, onunga, bununga, bütün memleketga chegaradan chiqishini taqashni elib kelsam, yani mush aralıqda 9 ayının 15 gündən başlab bu siyasetini yolga qoysam, Cungo xalqi hozir nima ko'ryapti? Jungoda fuqarolar desangiz, mustabid hokimiyat qo'lidan keladigan barliq zo'ravonlikning hamma shaklini ishiltib oldi deyishdimi qolmadi degan gap. Faqat qilib qolgani qarg'agandek o'ltag'izib qo'yib yo ur tug'iziblar. Bir yo'li bir taraf qilib o'tishdan boshqa Jungo fuqarolarini mush holga olib keldi. Endi bugungi vaziyatimizga aloqador ikki vaziyat. Bunun biri nima deydi desangiz, hozir yerlik hokimiyatlar hujjat chiqarib, quturish e'lon qilib, Jonanxayni tonimaymiz, Xi Jinpingni tonimaymiz. Bizning endi Jonanxayga Xi Jinpingga bildirgan sadoqatimiz yo'q. Rad qildi degan gap. Tashqari jihatdan bir vaziyat, bugün Shaolin maliyesi yetib keldi. Nima deydi desangiz, hozir prezident Vladimir Putin aeroplanga o'tirib chet elga qochdi deydi. Buni bir xiyoli yoki bir odam ezib qolganda so'zlaydigan so'z debmi faraz qilaylik. Buni bir yolg'on deyli. Shaolin maliyesi buni pokizsiz so'zlayotdi, bunimi deyli. Lekin yana birisi mushularni deb shu fikrga kelayotgan vaqtingizda yana gumon qiladigan bir tarafmi sizga agishib keldi vatandosh. U nima? Ukraina Rossiya urushi hozirgacha oxirlashmadi. Rossiyaning iqtisodini bir yerga berib keldi. Uning askariy to'liqlash tartiblari bir yerga berib keldi. Askar bo'ladigan odam yo'q Rossiyada, askar bo'ladigan odam yo'q. Bir yerga berib keldi. Xalqaro diplomatiyalik besimmi bir yerga berib keldi, yetib keldi. Mushuna ahvollasida prezident Vladimir Putinning qochqanligi rost deymiz endi vatandosh. Reallikni olsak, o qochdi desa rost. Reallikdan shuna xulos chiqarasiz. Agar bu yolg'on desangiz, bu Shaolin maliyasi buni faraz qiyosini o'tirib qo'ydi bu yoki rostla. Prezident Vladimir Putin aeroplanga o'tirib qochdimi? Qaysi davlatga qochdi? Anglash vaqtim yetmadi, ishim chiqib qoldim, kechiring vatandosh. Hozirgi vaziyat mana shunday ishga bo'lsa, Vladimir Putin to'g'risidagi ikkisi Jungoning, ikkinchisi Jungoning ichki ahvoli. Jungoning ichki ahvoli shunday keldi. Endiyaliki Liao Meyran munajjim. Munajjim onun üstüge pol çiken 9. ay şunda xatarlik ay. Jungo Kompartiyası şön depti 9. ay emrik yetib geldi. Buna qandaq oluşunu aldığımızda görümüz. Siz evvel malarını bir anlap bakın. Vatandaş qısqa xabarlar. Endiki yarın muşundaq bir peytdə mən başlayatqan gipimni unutub qaptıda keçirinlər. İki yolla tallı biliş gerek. Biri davamlıq diktatora. Zo'ravonlik bilan bu davlatni boshqarish. Ko'zing yetmaganda ikkinchi yo'l bir insonparvarlik yo'lini. O'z fuqarolaringga, o'z grajdanlaringga bir insonparvarlik yo'lini tanlab olib, bizning mushkunigacha bu yerga kelgan tariximiz mundaq edi. Masalan, mushkunigacha Tibetga hukmronlik qildik, bu tariximiz mundaq edi. Masalan, Uyg'uristonga hukmronlik qildik, bu tariximiz mundaq edi. Endi vaqt keldi. Xalqaro jamiyat talab qildi.
Biz bu yollarını boştaylı. Biz bu yollarını içiviteyli. Hukuklu Tibet'in üzügü bireyli, hukuklu Uygur'un üzügü bireyli. Cüngülük şu katada kişiler devamlı tekrar davatkan lekin cüngülükla görüp bakmagan demokratiya degenini bireyli. Başka devletler bulup mu? Her devletler bilen boğan münasebetli eslige keltireyli. Ademi münasebetli bulaylı. Ademi münasebet dairesi sade ticaret kılaylı. Bari yokla almaştıraylı. Biz sizlerge tapşırdığım fikir, insanperverlik, hem neyse tinç yol, asayişlik işleri tamamlansın. Cüngo kuralları sizler bizden gipimizi anlarlar. Biz siyasetimizi mandak özgerteyli. Muşundak değişen mümkün mü? Mümkün. Çünkü Adem. Üzerine Adem de tanısan muşundak değişen tamamen mümkün. Bütün dünya alkışlaydı, cüngoluk mu alkışlaydı? İşte, tinç yoluyla, lenmiş el olur. Eğer bu nakıma yani biz en'enimiz ve ya ki bizden muayitimiz, cüngolukla en'enisi ve onun muayiti. Nime? Uruş kımarlı. Lekin uruş kılıp hazırlıkçı. Bir uruşta galba kılıp bakkan devlet emas. Vietnam uruş kılıp baktı, taşkarıga, ondan başka yok. Vietnam bulup ve taşkarı devlet ki Vietnam uruş kılıp baktı, ondan başka şey yok. Ondan başka yok. 1958 yıl. 1958 yıl 1. ayda Mao Zedong Mengamali Angliyanın dağlık generali şu vaktki Amerika'nın dağlık generali Eisenhower'dan kalsıla işkinci bulup Mengamali Eisenhower bilen billa harbiylarga komandallık kılıp askeri güçke komandallık kılıp G'arbi septe Germaniya faşizmini mağlup kılgan büyük harbiy adamlar. Ötemde. Angliyalik Mengamali'ni Cüngül'ü ziyaret kılış teklif kılıp, Mavuz'dan kubul kılıp, nimi de poat dememsiz. Biz xwayxı ceyi, yani xwayxı operasyası da, uruş operasyası da mındak uruş kıldık. Aslan alaylı Çangcang deryasıdan muşundak öttük. Cenab-ı Gomindan armiyasıga zerbe berdik. Mesela biz Şarkı Şimal'da muşundak harbiy bazı kurduk. Bu harbiy bazımızın kengiyişi, ulug'iyişi, o'qilishi Cungo Kompartiyasining qudratini oshirdi. Shuning bilan biz Jungoda g'alaba qildik. Yaponiya bilan bo'lgan urushda amaliyotda tarixda Jungo Kompartiyasining Yaponiya bilan bo'lgan urush tarixi yo'q bu vatandosh. O urushni qilgan kishi Jiang Zemin bilan Gomindan. Yaponiya bilan urush qilgan emas Jungo Kompartiyasi. Fakat ozodlik urushi deb Gomindan bilan urush qilib, Gonchendangni hokimiyat beshig'ilib kelgan gap o'tmadi. Shuningdek, Angliyaning buyuk generali Mengamali Mao Zedong'ning og'zidagi so'zni bo'lib tashlab, shunday debdi. Efendim, biz ichki urushni urush deb qaramaymiz. Ma javobning nochiligini ko'rdingizmi? Siyosiy hokimiyat uchun ichki urush qilishning zaruriyati yo'q. Bu bir nuqtada inkor. İkincisi, şu ichki urushni boshlab, ichki urushda qilgan nochiliging bilan po'chiligingni ko'rsatib, menga mush urushda biz mushunda g'alaba qildik deganing o'zi bir ahmoqlik. Gapning ma'nosi. Mengamali bir og'iz so'zdan qaqib mavzudan to'xtab qolib turgan joyida vatandosh. Hozir endi so'zim so'zlab kelsam, haliqa odamgarchilikning yo'lini tanlab, hamma dilo, hamma masalalarni o'tirib chiqayotgan masalalarni. Mayli Tayvan, Hong Kong, mayli Tibet, Uyg'uriston, mushuning munosabatli tarixiy masalalarni hali topshirib, biz endi xalqning huquqini beraylik desang, insonparvarlik, odamgarchilik, inson qiladigan ishni tanlab olgan bo'lsa. Agar mush yo'l bilan buni tanlamayman, men mush diktator yo'l bilan mengiveraman desang, chiqish yo'ling nada? Hozir shunga Jungo Kompartiyasi navbatda haliqa vaziyatga duch kelib, 9-oy vaziyatiga duch kelib, BDH vaziyatiga duch kelib, Jungo Kompartiyasi 5-umumiy yig'inga qistab kelib, mushundaq kelib,
mush BDH yig'ini ichilayotgan yani 100 nafar generalning taqdirini bir taraf qilib o'tgan gap ekanlar. Hisob kelib, endilikda Jungo Kompartiyasi Tayvanga tavakkalchilik qilamdi. Bu mumkinmi? Yani Tayvanga tavakkalchilik qilish birla uning vahshiyligi yoki diktatori kuchidilla emas. Bu eliq ziddiyatdir. Keçip qutulolmayotgan ziddiyatdan qutulish. Bu ziddiyatdan qutulishning biri eng muhim bir tarafi, agar sen mushu paytda ikkinchi bir nuqtada yani qandaqdir bir vaziyatning taqozzosiga javob berib, shu ishni qilib qolsang, u vaqtda Jungo Kompartiyasining oldida Jungo fuqarolar deydi ekanki, qani sening partiya bilgan, qani sening armiyang nima ish qilyapsan deydi. Nima ish qilyapsan degan so'zga javob berish uchun Tayvan hujum qilish. Shu yo'lni tanlab olish mumkinmi, jo'naxay vatandosh? Anan amana Tayvan bo'g'izida ko'rasiz. Birinchi pay o'q bu yerga yoshirilgan. Xi Jinping saqlab tura olmaydi. Yoshirin chora g'oljirlik bilan o'ttirib chiqdi. 25 million Tayvanlik avval baloya ofatga uchraydi. Shimoliy Tayvan tarafda harbiy manevr qilish qorong'ulikning pardasi ochib etildi. Umid sadosi 8-ayning 13-kuni yotdi. Xi Jinping, sen yil oxirigacha o'zingni saqlab qola olamsan? Oxiratligingga tayyorlik qil. Xabar intayin echinishli. Nazar, Rongyan 8-ayning 13-kuni yotdi. Bidayxi amaldarlar almashtirildi. 7 nafar daimiy hayat o'zini daldaga oldi. Chanxonshika 8-ayning 13-kuni yotdi. Jorongji olamdan o'tdi. 80 nafar ofitser oila jamoati bilan qo'shib qo'lga olindi. Hozir men 100 nafar deb ekanman, 80 nafar ko'rdim. 80 nafar ofitser oila jamoati bilan qo'shilib qo'lga olindi. Asli mavzu Xi Jinping 9-oyda qo'l solandi. Nega? Tayvanga. Xi Jinping 9-oyda qo'l solandi. Nega? Tayvanga. Nima dedik? Ziddiyatning o'tkirligidan, kaskinligidan qutulishning chorasi nima? Ikki yo'lni ko'rsatdik. Biri insonparvarlik yo'li. Yuvashlik bilan Jungo fuqarolarga topshirish. Masalani shunday hal qilish. Ikkinchisi diktatorni davomlashtirish, Tayvanga hujum qilish. Mushu mumkinlik ichida ziddiyatlardan qutulish. Avorchilikdan qutulish, ya'ni Jungo xalqi avor qildigan ishdan qutulish. Asli mavzu Xi Jinping 9-oyda qo'l solandi. Bir kun ichida Tayvanni zabt qilish. Ko'pchilik ketdi. Umid sadosi 8-ayning 13-kuni yutdi. Ekranda Tayvan uchun eng xatarlik 9-oy yetib keldi. Liao Miranning eng oxirgi hukmi. Asli mavzu Palchi Munajjim Liao Miran 2026-yilning oxirgi yarmi to'g'risida to'xtalib, hukmalik bilan fikr qilib, hukm qilib, bunda ko'rsatdi. Tayvanga eng xatarlik oylar yetib kelmoqda. Tayvan eng yuqori darajali signal berish jiddiy paytida turmoqda. Huyanning Jungoga nazari 8-ayning 13-kuni yutdi. Liao Miran 9-oyni ig'iz oldi dedikmi? Hozir 9-oy 2-3 yil ig'iz qilindi vatandosh. Jungo Kompartiyasi Jonanxayning chegarani taqash buyrug'i 9-oyning 15-kuni ijro qilindi. Esingizda bor? 7-oyning 27-kunimi? Chimpokong Tibetda Uyg'uristonda mustamlika
harbiy boshqarishni yo'lga qo'ydi. Shu vaziyatlarni hammasini bildirib, hozir siz endi savol qo'ying, qutulish yo'li nima? Bu ziddiyatdan qutulish yo'li nima? Masalan, siz biz ko'rsatgan ikki turli yo'lning qaysini tanlab olish mumkin Jungo Kompartiyasi? Chunaqay qaysi yo'lni tanlab olish mumkin? Yani bir xabar, Jungo Rossiya yemirilishga boshladi. O tarafda Rossiya yemirilishga boshladi. Bu tarafda Jungo yemirilishga boshladi. Tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Olam o'zgaramdi. Prezident Vladimir Putin aeroplanga o'tirib Moskvadan qochdi. Moskvada vaqa yuz berdi. Shavla maliyasi 8-ayning 13-kuni yotib. Ekranda yana bir xabar. Jungoda g'ayri alomatlar orqa-orqadan ko'rilishga boshladi. 2026-yil eng xatarlik damlar yetib keldi. 8-oydan boshlandi. Texmi ig'ir xatar yo'lga chiqdi. Jungoga nazar 8-oyning 13-kuni yotib. Yani bir xabar, Vladimir Putin Orolga chiqib Yaponiyani g'azablantirdi. Iroq sharq vaziyatida jiddiylik paydo qildi. Yangi tanliqlar televiziya 8-oyning 13-kuni shimoldagi 4 Orol. Yaponiyaning Oroli dalmish Vladimir Putin o'zi qachondimush oldimiz o'tib ketgan 4 yildan burunqi 1 yilda men 4 Orolni Yaponiyaga qaytarib beraman degan gapni o'zi og'zidan chiqargan edi vatandosh. Ondan keyin nima ishlar bo'ldi? Ikki davlat munosabatini xalqaro saviyelik bir vaziyatda Vladimir Putin nima o'yladi bilgan olmaydi. Bugun tunulardan 4 Orolga chiqib bu Orolni ko'zdan ko'chirgan gap. Bu albatta Yaponiya bu mening ziminim, mening territoriyam deb turib paytda Rossiya bu territoriyani Yaponiyaga qaytarib berish uyoq tutilsin. Rossiyaning prezidenti Orolda paydo bo'ldi desangiz, albatta bu Yaponiyaga qaralgan ig'vogarchilik bo'ldi vatandosh. 8-oyning 13-kuni yangi tanliqlar televiziyasi. Yana bir xabar. Jungoning bir dona rezenka qo'lvoq. Suda paloq bilan haydaydigan qo'lvoq. Tabiiy portga yo'shirg'on kirib keldi. Mana bu ig'vogarchilik keldi. Agar bu qo'lvoq baliqchilarning qo'lvoqi va yoki sayohatchilarning qo'lvoqi ezib qoldim, kirib qolibman desa boshqa gap. Agar bu qo'lvoq harbiy qurol va bu narsa bo'ladigan bo'lsa, o vaqtda Tayvanga ochiq oshkor ig'vogarchilik qilgan bo'ldi vatandosh. Tabiiy portga kirib keldi. Sarxillat orbiti 8-oyning 13-kuni yotib. Yani bir xabar, har qaysi o'lkalar Xi Jinpingga sodiq bo'lmaydiganligini, Jonanxayga sodiq bo'lmaydiganligini uqtirish qildi. Jungoda bir kechada olam o'zgardi. Asli mavzu Xalq gazeti Xinhuasheni her bir taraf o'tkazib oldi. Burun shundaq bir xabardan birisilar yetkazgandek esimda bor, lekin bugun buning qo'yilgan chisla 8-oyning 13. Buna ait ig'ir ishganiga rasvosi juma qarang, ha? Xalq gazeti Mirbo Xinhuasheni her bir taraf o'tkazib oldi. Jamoat xavfsizligi hech nima ko'rmagandek, bilmagandek uxlagan bo'lib yetib oldi. Yerlik beylikler Xi Jinping'den yüz öğredi. Canfonshika konu obzorchi 8-oyning 13-kuni yutdi. Agar Canfonshika konu obzorchi endi bu yolg'on so'zlaydigan obzorchi emas. Mashina deginichi bo'lganda bugun Xinhuasheni harbiy taraf o'tkazib oldi desangiz.
Halk gazetini harbiy taraf o'tkazib oldi desiniz. O vaqtda bir merkezi halk televiziya stansiyasi qilib qoldi degan gap. Agar merkezi halk televiziya stansiyasini harbiy taraf o'tkazib oldi desiniz, bu endi tamamlangan. %80% tamamlangan yumshoq shakllik siyosiy o'zgarish bo'lib qoladi vatandaş. Muşu gepler, muşu bu gelsege hazır sözlügen sözlerinin hemisi rastlı bulunduğun bolsa, Congo'da yumşak şekillik siyasi özgürlüğe yüz bergen buldu. Yüz bergen buldu. Mesela bir dakika şeyini da Vincabao şundak deptimiş. Vincabao'nun degen sözü 2022 yılı 10. ayının 16. günü Eçilgan yaki çakırılgan Cungo Kompartiyası 20. nöbetli kurultay yaki bu kurultayda Xi Jinping'in yana reis bulup saylanışı, yana sekreter bulup saylanışı ya partiya kurultayı, ya sekreter bulup saylanışı kanunsuzluk depti vatandaş. Vincabao şundak depti. Hazır işler naiti eğer endi bunun kaçan kolgu çıkıdek digidek bunda alakadar taraflar şekilde. Mesela hukukluk taraf şekilde ahbarat ilan kılış bilallah muşta yüz verdi, muşunda kıldık dese ameliyatı biz etibatka yumuşak şekilde siyasi özgürlükle neticesini ilan kılgan buladı vatandaş. Kalga vaziyetli aldığımız zikirlerden küteylerini.